أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه عليهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Aziz muhtaram o'quvchilar, oldingi darsimizda kufrur ridda, ya'ni murtadlikning kufrisi, munofiqlikning kufrisi haqida to'xtalib o'tganmiz. Demak, Fiqhul Avlaviyat nomli bu kitobimizning 8-temisi Mecalul menhiyat, cheklengen, tosulgan işler sahasideki, şu meydandaki temler hakkında biz dersimizi davamlaştırıp kelgen. Bununki birincisi de Allah Teala çekleyen toskan işlerinin birincisi küfür buluduğallıqını, en iğir, en kattık, Allah en yaman ko'radigan ishlininki kufr ekanligini darsimizda so'zlagan edik. Kufrga kelgan cheg'imizdimi, u eng ig'ir bo'lgan kufrmi yanala birisidan farqlanadiganligi, o'xshash bo'lmaydiganligi, hamma kufrni bir xil deb qarashga bo'lmaydiganligi haqida biz Qur'on, hadisdan bunga dalil kelgan edik. Mana bu kufrlarning birinchisi hamma bilisizlar kufrul ilhad val juhud, ya'ni inkor qilish, tinish kufrisi degan edik. Dunyoning yaratquchisi yo'q, koinotning yaratquchisi yo'q. Koinot o'zligidan o'zicha yaratilib qolgan, insonni dunyoga akagan bir zot yo'q deganni e'tiqod qilishdan boshlangan bu kommunizm kufrisi, marksizm kufrisi, bu eng ig'ir kufrlarning birisi ekanligini. Ikkinchisi kufru shirk. Allah subhanahu va taolaning rububiyatini, buningda arablarning kufrisi birinchi o'rinda turadigan. Osmon zaminning yaratuvchisi va insonni o'ltirib tirildiruvchi Allah, dunyoning ishlarini boshqaruvchi Allah, rizqni o'rinlashtiruvchi Allah deb hamma ishni Alloh taologa nisbat beradigan, ammo faqat inson bu o'zining hayotida yashaydigan o'lchamni inson o'zi bekitadi. Tajribalari, fikrlari, ilmlari yoki ota-onasidan olgan miros, ya'ni an'ana, turas sifatida olgan o'lcham bilan o'zining hayotini o'lchab mangadi degan bu xil xohish bilan Alloh subhanahu va taolaning ulug'iyat haqida sherik keltirganligi haqida to'xtalgan. Uchinchisi ahli kitobning murtadligi, to'rtinchisi kafirligi, to'rtinchisi murtad kufrisi, beshinchisi nifoq kufrisi haqida biz to'xtalib, hammaning mana 5 xilga bo'linadiganligi kufri cho'ng doirada. Yeni kufri o'zining doirasida kufrul takzib, kufrul i'rod, kufrul juhud degandek, kufrul istikbar degandek 5-6 turga bo'linadiganlik haqida biz darsimizda deb o'tganmiz. Bugungi darsimiz yana shu darsga munosabatli. Chunki Alloh subhanahu va taolaning kitobi Qur'oni Karim, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnat hadis shariflarida nurg'ulg'an amallarni kufrliq deb atagan. Kufrliq deb atagan. Ya'ni Qur'oni Karimda nurg'un amallarni qilganlarni kafir deb atagan. Bu kufrliq yoki kafirlar hammasi o'xshash bir shakldagi kufrliqmi yo kafirmi desa, unda emas.
Bazı küfürba onun o küfür ilgisini İslam'dan mutlak çıkarıp taşlaydıgan. Kılgan amellerinin hemmini birkaç kılıp köydürüp kül kılıp ötüdügan. Allah Teala'nın aldığı yaxşılık defteri yok halette barıdıgan. Kıyamet günü devzakını ebedil ebed mengu inin kılıdıgan. Bundak çoğun küfrü, çoğun zulüm, çoğun pisik, çoğun şirkli baba. Yeni bazen ameller var, bu amellerinin İğirliği, yani günahının İğirliği. Allah Teala'nın aldıda kattık yaman amel ikenlikini uqtırış için ve biz Müslümanlarını şu amelli kıpsamaslık, yırak turuş ve şu ameller bilen şugullanıp kılıştın xuddi küfürden korkkanda korksun için küfür dep atap koygan ameller bu. Ama onun bilen ilgisi kafir olap ketmeydi. Milletten çıkırıp ötülmeydi. Onun bilen insan İslam diniden çıkıp ketmeydi. Bunda bir amellermi var. Onu küfür dep atalgan. Biz mana bu küfürlükni ayrımısak yoki Müslümanni kafir qilib o'tish ihtimoli bor. Yoki kafirni Müslüman deb tunib qilish ehtimolimiz bor. Shuning uchun cho'qim bu cho'ng kufri bilan kichik kufri, cho'ng shirk bilan kichik shirk, cho'ng nifaq bilan kichik nifaq, cho'ng zulm bilan kichik zulmni hammani ayirishimiz lozim. Buni ayirib muomala qilish va ayirib masalalarga qarata pozitsiya bildirishimiz lozim. İslam şunda kıldı. Şu biz bugünkü dersimizde et-tefriqu beynel ekberi vel asgar minel kufri ve şirki ve nifaq. Çoğun küfür, şirk, nifaq bilen vel asgar küçük küfür, şirk, nifaqның arasında ayırış degan bu temada dersimizde davamlaştırıyoruz. ومن المهم هنا جدا التفريق بين مراتب ما ذكرناه من الكفر والشرك والنفاق. Hakikaten bu yerde muhim bo'lgan ishlardan birisi biz so'zlagan kufr, shirk, nifaqning martabalarini ayirsak bo'ladi. Zodi kufrning hammasi bir martabadami yo'q, tunigunda yo'q. Shirkning hammasi bir martabadami yo'q, nifaqning hammasi bir martabadami yo'q. Biz bunun çoğun küçüklerini ayırış lazım. Fekullun minha fihi ekber ve asgar. Her biri o küfür, şirk, nifaktan o her biri de çoğun küçükleri var. Çoğun küfür, çoğun küçük küfür de. Vel ekber vel murad indel itlaq. Çoğun küfür kanda küfür dese çoğun küfür degen o mutlak kelgen çağda maksat kıldığı küfür. Mutlak kelgen çağda. Bire işe kayıt kılmay, bire işe bağlamay, mutlak kelgen vakitteki küfürünü çoğun küfür deyimiz. Bu irade kılınır. وَلَكِنَّ نُصُوصَ الشَّرْعِ قَدْ وَرَدَتْ بِإِطْلَاقِ كَلِمَاتِ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ وَالنِّفَاقِ عَلَى الْمَعَاصِي وَلَا سِيَّمَا الْكَبَائِرِ مِنْهَا فَيَنْبَغِي أن يعلم ذلك وتعرف مواقعه حتى لا تختلط علينا الأمور ونتهم بعد الأساة بالكفر الأكبر المخرج من الملة وهم من المسلمين وحتى لا نعتبر هؤلاء أعداء لنا ونعلن الحرب عليهم وهم منا ونحن منهم وإن كانوا من العاصين لله ولرسوله فالأمر كما يقول المثل العربي أنفك منك وإن كان أجدع. Lekin şeriatning naslari, nassun nabaviy, payg'ambarning nassi yoki nassun Qur'oni, Qur'onning nassi bo'lsin
Şeriatning naslari kufr, shirk, nifoq degan so'zlarni gunoh ma'siyatga ishlatibmi kelgan. Bo'libmi o gunohlardan cho'ng gunohlarga kufr, shirkni ishlatib kelgan. Şeriatning naslari shundoq. Shuning uchun aşu cho'ng kufr bilan shirk kichik kufrningki kichik kufri bilinishi lozim va uning o'rinlari tunilishi lozim. Nima uchun? Bizlarga ishlar ilishib ketib, ba'zi osiy odamlarni millatdan chiqarib o'tadigan cho'ng kufr bilan qorlab, ayblab samasligimiz uchun ular musulmon amaliyotda. Ularni bizga dushman deb hisoblab, ularga qarshi jang e'lon qilib samasligimiz uchun. Ular amaliyotda bizdan, biz ulardan. Gerçi ular Allohga va uning rasuliga osiylik qilgan bo'lsin. Mana bu shunday oqibat kelib chiqadi. Shuning uchun buni ayirish, tunish, bilish lozim. Yani shariatning naslari cho'ng gunohlarga bunda qilish bizni bu gunohlarga yaqin keltirmaslik va bu gunohlarni cho'ng bilish ig'ir gunoh bu. Demişqa kufrga yaqin gunoh bu. Gerçi kufr bo'lmasa-mu, shirk bo'lmasa-mu, nifoq bo'lmasa-mu, ammo nifoqqa yaqin gunoh. Shu nifoq deb atadi. Deb onundan qechishimiz uchun, ehtiyot qilishimiz uchun, iroq turishimiz uchun shuni atab qo'ygan. Ammo buni bilmaganda millatdan chiqib o'tadigan cho'ng kufri, cho'ng shirk, cho'ng nifoq bilan kichiklarini bilmagan chaqda ish ilishib ketadi. Neticede bazı bir asi kişilerini milletin çıkarıp kafir deydiğen, düşman hesaplap olunun kenemelerini halal sanaydiğen, can ilan kılıdiğen, bunda ahvallar kep çıkıyor. Şuna havaric deydiğen bir parika var, bu parika bu sahadan çıkıp kalgan. İş Arap temsilisi diginidek senin burnun sendin gerçi o burnun kisik bolsa mı deydi. Burun kisik bolsa mı bizden. Burnum kisivitilgen burun deyip o burundan kutulgulanmaydı. Qanda qilimiz? Yeni burun kisik bolsa mı o burunni yeni saklamay olmaydı. Qoğdumay olmaydı. Aşının qoqşıgan asi Müslüman bolsa mı yeni o asi Müslümanni qoğdumay olmaydı. İmay qilmay olmaydı. O Müslümanlık muamele qilmay bo'lmaydi. Şunun için o'rnini ayirish lazım. El-kufru akbar ve asgar. Kufri cho'ng ve küçük. Tabi el-ma'lum ennel kufrel ekber huvel kufru billahi ve bi risalatihi kema zekerna fi kufri şuyu'in evil kufri bi risalati Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem kema fi kufril yahudi ve nesara bih fahaula yu'tabaruna kuffaren bi risalati Muhammedin fi ehkamid dünya أما إقابهم في الآخرة فيتوقف على مدى مشاقتهم للرسول من بعد ما تبين لهم الهدى. İnik işlerden birisi çoğun küfrü, o çoğun küfrü Allah subhanahu ve ta'ala'nın teniş. Allah'ın bağlılığı, Allah'ın birliği, Allah Teala'nın isim sıfatları, Allah'ın mükemmelliği, Allah Teala'nın kainatının maliki, mudabbiri, işgalliki, teniş, risaletleri teniş, peygamber evetgelliki, kitap çüegelliki, vehiy qilganligi bendelerge bulununga teniş. Yukarıda biz şuyu'illarning küprüsü deginidek, peygamber detkan nasi yok, risalet yok, kitap yok, kıyamet degendek. Ya ki Muhammed el-İslam'ның peygamberligiga teniş.
Yahud bilan Nasaralarning payg'ambarimga tangan kufristikidek Yahudlar payg'ambar alayhisolatu vasallamga inkor qilgan, asabiyatlik qilib, hasad qilib, Nasaralar Rasululloh inkor qilgan, ulumi hasad qilib, hammasi o'zininki kitobi haqligiga ching turgan, risolatning haqligiga ching turgan, o'zininki dini, Yahudiyat dini, Xristian diniga ching turgan kishilar Resulullah'a kelgan çağda Kur'an ve Resulullah'a İslam'a kelganda bular düşmanlık qilgan. Bo'lmasa o'zining Tavratga, Injilga, Zaburga ishonadiganligi va uning ilgirisidagi butun payg'ambarlarga ishonadiganligi, risolatga ishonadiganligi, vahiyga ishonadiganligi, qiyomat kuniga ishonadiganligi hammada muttafaqun alayh. Ammo islomning risolati, islomning haqligi, Resulullahning risolati bununla kelganda ishonmagan. Bununla ishonmaslik, hasad qilib, kibr qilib, o'zidagi huquq, obro'y, imtiyoz, mansabning kitib qilishidan ansirab ishonmagan. Mana bular Muhammad alayhisolamning risolatiga, tangan kafir deb qariladi dunyoning hukmlarida. Ammo ularning oxiratdagi jazosi, azobi bo'lsa, ularning payg'ambar alayhisolatu vasallamga qanchalik qarshilashganligiga qarashlik bo'ladi. Ularga hidoyat aniq oshkor bo'lib bo'lgandan keyin. Ular bo'lmasa, biladi, Rasulullohning haq payg'ambarligini biladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kelishdan burunlam payg'ambar keladi, uning sifati manda. Biz o payg'ambarga ishonamiz, payg'ambarning sefida turib jihad qilamiz deb xabarlarni berishgan. Şu Yahud Hristiyanlarning bergan xabarlari Rasululloh to'g'riliq. Sözlügen süpetleri sebeplik Avuz Hazraj tuncu bulup Resulullah'a iman etkan ve onundan başka nurgulluğun kişiler iman etkan ama özleri Resulullah'ın köken vaktida şu süpet şu haber şu hakikat şu ama işenmedi. Nime? Resulullah'ın etrafı topluşuş, Resulullah'ın sepede buluş, ulağa nispeten özünün cemiyetteki ictimai uğrunu, imtiyazı, hukuku ve etrafındaki kişilerden keladigan hürmet ve maddi menfaatlerden quruq qilishdan ensirdi. Şunun için buna karşılık kıldı. Şuna kıyamet gündemde cezası şuyu'illinin cezasına okşaş ya ki müşriklerin cezasına okşaş cezada bulandı ya ki bulmandı. Bu Allah Teala'ya ma'lum. Demişka o bir risalet sahibi o. Xuddi Abu Talib bilan boshqa kafirlarning o'ttirisida jazoda farq bo'lganidek, balkim farq bo'lishi mumkin. Alloh subhanahu va taolo dedi: "Va man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda va yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla va nuslihi jahannam sa'at masira." Kim qanday bir kishi payg'ambarga qarshilik qilsa, şakka degan bir tarafta turgan ve men yushaqiq degan payg'ambar bir tarafta, o'zi bir tarafta. Mu'minli bir tarafta, o'zi bir tarafta. Mu'minli bilan, musulmonli bilan ayriliq saqlagan, sap ayırgan, meydan ayırgan. Mana bunday kishini yushaqiq deydi. Kimki payg'ambarga qarshilik qilsa, uningga hidoyat aniq oshkor bo'lib bo'lgandan keyin va mu'minlarning yo'lining g'ayriga, ya'ni islom yo'lining g'ayriga agashsa, uni biz do'st qilgan narsaga ega qilamiz va uni jahannamga kirgizamiz. O jahannam bakmi yomon oqibatli o'rin dedi. Mana bu oyat aniq belgilab berdi. Ana haqni biladi, to'g'ri shu, hidoyatni biladi, to'g'rini biladi. Ama haq hidoyat bo'lgan bilan biz aralashmayla. Biz bu septi tumayla. Biz bir arliq saqlab tuqashtirlar, yiroqroq tuqashtirlar deb arliq saqlab olgan bo'lsa, bu shiqqa bo'ladi. U bir tarafda, bu bir tarafda bo'ladi. Bunda tugan kishilarni qaysi sap, qaysi mavqa, qaysi maydonni do'st tutib
tug'an bo'lsa, Alloh taolo shu maydondan qilib, qiyomat kuni shu maydonning ahli bilan birga jazolaydi. Gerçi bilsimi. Amma man lam yatabayyan lahu al-huda bi an lam tablughu ad-da'watu aslan aw balaghathu bulughan mushawwahan la yahmilu 'ala an-nazar wal bahs fiha fa huwa ma'zur. Amma onunğa hidayet aşkarı bo'lmagan, yani onunğa da'vat asla yetmaganlik sabab bilan hidayet aşkarı bo'lmagan yoki onunğa da'vat yetken da'vatni izdinish, nazar qilishga undimaydigan sat ko'rsatilgan holatda yetgan bo'lsa, o kishi ma'zur. Da'vat asla yetmaganlarmi bor? Yetmas orqali hidoyatni qilmadi ular. Yoki yetdi, ammo naydi sat ko'rsatilgan holatda yetdi. Mushawvah degan uning yuzini qora qilingan holatda yetdi. Shuning bilan uningga qiziqmadi, izdanmadi, nazar qilmadi. Bu sababdan o hidoyatni qilmadi, bilmadi. Bu kishi ma'zur. Alloh dedi: "Va ma kunna muazzabin va ma kunna muazzibin hatta nab'asa rasula." Biz hech kimni azoblamaymiz, payg'ambar avatmaydi. Payg'ambar avatmay hech kimni azoblamaymiz deydi. Alloh taolaning qonuniyati hujjat qoyim qilib turib, aningdagini azoblaydi. Demek, mana bularning nifoqiga, kufrga o'xshash cho'ng kufrlimi bor. Va a'taqidu annal muslimin, men o'ylayman, musulmonlar cho'ng darajada yer sharidagi kishilarning, millatlarning ezib ketishidan mas'ul. Va ularning islomning haqiqatlarini bilmasligi, ularning islom dushmanlarining afsona safsatilariga qabul qilib selishi, buningdan musulmonlar mas'ul deb o'ylayman. Va o musulmonlar risolatni yetkazishda, da'vatni tarqitishda her bir qavmga o qavmning tili bilan toki ular shu qavmga haqni ko'rsatganga qadar va Muhammad al-Islomning risolatining haqiqatan olamiy ekanligini isbotlagan qadar taqitishda eng rastchil cho'ng tirishchanlikni berish lozim deb o'ylayman. Hozir dunyoda umuman musulmonlar o'zining dinini qo'g'dash, dinini himoya qilish jihatda sal qarash nihoyat ig'ir. Dini bilan kari yo'q, parvari bo'lmagan. Vaholanki har bir musulmonga amri ma'ruf, nahy anil munkar farz deb shariat bekitilgan. Usulü dinde bor. Lekin musulmonlar umuman dinini ahli ilmlarga yoki da'vatchilarga yoki maxsus shu dinning sohiblariga dinni tashlab qo'ydi. Hammalar bilsizlar. Da'vatni shu qilsin, o'quvchilarni shu o'rgatsin, kitobni shu yozsin, boshqalar hammasi o'zining ishlari bilan. Unda emas. Din hamma insonning ustiga yuklangan bir mas'uliyat o. Her bir inson ustiga olgan bir omonat o. Bu dunyoda hozir men berib bo'lanmadim deydigan bundoq sababmi yo'q? Bir kitobni necha millatning tiliga tarjima qilyotqili bo'ladi. Bir da'vatni, yaxshi chiqqan da'vatni necha xil tilga tarjima qilg'ili bo'ladi. Dunyoning bir chetida turib, yana bir chetiga internetlar orqali yoki boshqa kanallar orqali yetkazgili bo'ladi. Ammo musulmonlar buning ahamiyat bermayapti. Shuning uchun hala hamgichilik İslamni haqlar yaxshi tushunamagan. Balkim taqa bugun musulmonlar kishilarning nazarida qaroqchi, bandit, adam o'ltiradigan qotil, har xil sat nomlar bilan kishilarning oldida o'tirib chiqyapti. Chunki musulmonlar islom manhaji, islom prinsiplari bilan islomni da'vat qilmasdan
ve İslam'ın düşmanlarına şununla qarşı tutuşqa tegishlik meydan ve qo'llanishga tegishlik pozitsiyalar bilan meydan tutup qo'llanmasdan aksicha maydonlarni tutib atadi. Neticede da'vatchilarning gapini anglaydigan, islom haqida o'ylanadiganlarmi o'ylanmaydigan bo'lib qoldi. Mana yuqoridagidek kufrlar bu cho'ng kufri. Müslümanlar bundan mas'ul. Hammasi. Vel kufrul asghar huvel maasi mahma yakun miqdaruha fid-din. Kichik kufr degan o günah ma'siyatdir, qanda bo'lsin uning miqdori dinda. Ve zalika mislu tariki salati kaslan la juhudan laha ve la istisna'an biha. Mana bu namozni hurullik qilib tashlab qo'ygan, o'qimagan kishiga o'xshash. O namazga tenip emas. Nimishqa o'qitdim men deb. O namozni masxir qilib emas. O'ltirib, qo'pab, beshini yerga qo'yib, ko'tarib qilganning nima ahamiyati deb namozni masxir qilib yoki o namozga tenip emas. Bu jumhur, ya'ni ummatning ulamolarning ko'p sonliqning qarshida osi bu namoz o'qimagan kishi. Yoki fosiq, kafir emas. Gerçi onunla bazı hadislerde küfür degan söz işletilgan bo'lsa, bazı hadisga qolsak küfür deb işletilgan. Mesela el-ahdu allazi baynana ve baynahumus salah faman tarakaha faqad kafar. Biz bilan ularning orasidagi, ya'ni musulmon emas kafirlarning orasidagi ahdi bir namaz, kimki namozni tashlasa jazman kafir bo'ldi. İnsan bilen küfür o'tirishdagi farq namozni tark etishdir degan mana bu hadisda baynal kufri degan yoki faman tarakaha faqat kafar deb namozni tark etgan kishini kafir deb ishlatgan bo'lsa-mu, ammo jumhur ummat buni kafir demagan. Ve İbn Hazm ala zahiriyati İbn Hazm Hazm'ni hammanglar bilasizlar, zahirichi deydi. Yani şu hadisning lafzi, nasning oshkora ma'nosini maladigan. Bu İbn Hazm zahiri bilan zahiri turib namozni o'qimagan, tark etgan kishini kafir demaydi. Ve ma ruya anil imam Ahmad min al-qawl bi kufrih fa inma yahkumu bizalik iza da'ahu ilayha al-imam aw al-qazi wastataba fa aba ve lem yastajib. İmam Ahmed'den namazını terk etken kişinin kafir deyilgen söz rivayet kılındı. İmam Ahmed'den namazını terk etken kişinin kafir deyilgen söz fakat namazını terk etken kişi şu kafir deb hüküm kılındı. Kaçan o namazını terk etken kişini namazga çağırsa, imam çağırsa ya qazi chaqirsa ve onu tövbe qilishni talab qilsa, o unumasa, ijobat qilmasa, o vaqtda kafir deb hukm qiladi. Yani nimishqa namoz o'qimading deb chaqirib namoz o'qi deb so'zlagan, nasihat qilgan, tarbiya qilgan, bu gunohning gunohi bak ig'ir, bu ishning sen ma ishni qilma deb so'zlasa, yana unumay parvo qilmay, mening nima ishim? Okumasam okumayman. O özümün işi, sizin işiniz nemiydi? Bana aralashib oladiganga. Ya kimdiniz siz? Degendek pozitsiya ve maydonlar bilan okumay qolib qolsa, o chaqda buni kafir, ya'ni murtad deb hukm qilinadi. وقد رجح الإمام ابن قدامة عدم تكبير تارك الصلاة İza lem yekun cahidan ve la mustakhifan. İmam İbn Kudame namazda terk etken, namazda okumagan kişini kafir demeslikle güçlendirdi. Eğer o namazda okumagan kişi namazı tanımasa, ya ki yengil sanımasa, yani namazga tanımagan bolsa hem de. Namaz nimishqa o'qitmaykanman deb namozning farzligiga, yani namaz o'qishning bir musulmonning qilishga tegishlik eng muhim ibodatlar ekanligiga, islomning bir rukni ekanligiga
tanmasa, yengil sanab, uning gunohi yenik, qilmasaqmi bo'ladi, qilsak yaxshi, qilmasaqmi bo'ladi demay, namozni hurullik qilib, ig'irlik qilib o'qimagan bo'lsa, buni kafir demaslikni Imom Ibn Qudama kuchlantirdi. Gerçi o namazda terk etken kişi namazda terk etkenlikiga asasen hadden öldürülsün mü küprenemez. Hem de o namazda terk etken kişi 3 günden ziyade namaz okuma yürüyverse öldürülüdü. Onu murted dep öldürülmeydi, kafir dep öldürülmeydi. Fakat namazını taşlap koydu, okumadı dep öldürülüdü. Allah Teala'nın aldığında onun cezasının bozu buludu. Bu İmam Ahmed'in yeni bir rivayet. Bu rivayetni Abu Abdullah ibn Battah tanladı. Ve Abu Abdullah ibn Battah namazını terk etken kişi innehu yekbur kafir buludu degan edebinin sözüge inkar kıldı. Ve mezhep Ahmed ibn Hanbal'ın karışı mezhebi muşunun üstüge deganini söz dedi. Mezhepte bu hakta ihtilafını tapmadı. Yani bu mezhepte bunda ihtilaf yok. Yani tariku salati kafirun deydiğen bir ihtilaf yok. Demek namaz şunca ola dinning binaya Müslümançılıkның birincisi ruknul erkanul İslamның birincisi şahadetu en la ilahe illallah'dan kin kildiğen ikkinci amel. Onun ornu İslam'da şunca yukarı, muhim. Namazdan muhimlikini hemmimiz bilimiz. Muşunca ola muhim turup, onu terk etken kişinin özü, o masiyet, hatalık, o terk etken kişinin özünü İslam kafir demedi. Gerçi bununla küfür degan labzini işletken bolsa mı? Mana bu küçük küfür. Ama bu yerde küçük kafir deymiz. Milletten çıkırıp atmaydıgan, ameli bir kavulap ketmeydigan, kıyamet günü mengu dozaqda qolmaydigan bu küfür. Ama halal sanab sağan bolsa namaz okumaslıkta. Her qandaq küçük amellini eğer onun igisi halal sanab qap qalsa o kafir oldu. İbn Qudama unda dedi: "Ve haza kavlu ekseril fuqaha." Bu köpünçe fuqahaların sözüdür. Yani Ebu Hanife, İmam Malik, İmam Şafii'nin sözü şu. Bula tarikus salat sehven namazını urulluk kılıp, igırlık kılıp okumagan kişi bu kafir bulmaydı deglik. Ve onunla la ilahe illallah digen kişini devzahqa haram deydigan, unda digen kişini devzahdan çıkırdıgan muttefakun aleyh hadisler bilen delil talep kıldı bununla. Yani hadislerde men qala la ilahe illallah dakhalal cennet, la ilahe illallah digen kişi cennet girdi. La ilahe illallah digen kişiye devzahның oti haram. Kalbide la ilahe illallah din kişinin tanışçılık yaxşılık bolsa o adam devzahdan çıkıdı degan hadisler bilen namazını terk etken adam bu kafir olmaydı. Ve onun kalbide yaxşılıktan mına buğdayının danışçı igir kagidek yaxşılık bolgan adam devzahdan çıkıdı degan hadisler bilen delil talep kıldı. Andaki delil talep kıldı. Sahabalarının ki eserleri bilen Müslümanların icması bilen digen haletide فَاِنَّنَا لَا نَعْلَمُ فِي عَسْرٍ مِنَ الْاَعْصَارِ اَحَدًا مِنْ تَارِكِ الصَّلَاةِ تُرِكَ تَغْسِيلُهُ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَدَفْنُهُ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ وَلَا مُنِعَ وَرَثَتُهُ مِيرَاثَهُ وَلَا مُنِعَ هُوَ مِيرَاثُ مُوَرِّثِهِ وَلَا فُرِّقَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ لِتَرْكِ الصَّلَاةِ مِنْ أَحَدِهِمَا مَعَ كَثْرَةِ تَارِكِ الصَّلَاةِ وَلَوْ كَانَ كَافِرًا لَسَبَتَتْ هَذِهِ الْأَحْكَامُ كُلُّهَا. Müslümanların icması ile delil talep kılındı diyen halette biz hiç kaysi bir devrede, zamanda hiç kanda bir ulemanı namazda terk etkenlerden onu
namazda terk etken kişinin yuyish tashlanadi, ya'ni yuyilmaydi. Onunga namoz o'qish tashlanadi, namoz o'qilmaydi. Uni musulmonlarning qabrida dafn qilish tashlab qo'yiladi. Yana qabrda dafn qilinmaydi deganligini bilmaymiz biz. Hech qaysi zamonda. Ne Resulullah'ның davri ve ne tört sahabenin davri, tört halifenin davri ve bunundan kinki hiç qanday bir davri namazını terk etken adamni yuyulmaydı. Cinazı salaş çağda. Onunla namazı düşürülmeydi. O Müslümanların kabrisinde kömülmeydi deganlikni bilmedi. Onun varisleri, namazda terk etken kişinin miras aladigan varisleri onun mirasından tosalmaydı, çeklenmeydi deganini bilmedik. Ve onunla miras koyduğanlarının mirasından tosalmaydı. Er-xotinning arası ayrıtılmaydı. Namaz okumağanlık için ikisinin birinden. Namaz okumağanlarının köplüğü bilen. Eğer o kafir olgan bolsa, mana bu hükümlerinin hemmesi ispatlanıp sabit bulup kaldı. Eğer zaten kafir olgan bolsa, onu yuyulmaydı, namaz okulmaydı, Müslümanların kabristanlığı dafn kılınmaydı. Onundan başkalar miras almaydı, o başkalardan miras almaydı, ayal oturursa ayrıtıldı. Mana bu hiç qanday bir zamanda shuncha namoz o'qimaydigan kishi ko'p, o'qimag'anlar jiq, urunliq qilib o'qimag'anlar bo'lgan Resulullah'ning sahobalarining zamonasidan tortib toki bugungi kunga qadar, ammo hech qanday bir yerda bu namoz o'qimaydi, dafn qilmaymiz, yumaymiz ve bunu kömmaymiz. Bunun mirasını ağılıp olmaydı. Er-xotinchilik o'ttirishdagi zina, bola voqealari onundan zinadan bo'lgan bola deyilmidi ya. Bunu mi uqtirdi degan vaqtda bu tarikus salatning kafir bo'lmaydiganlikni uqtirib qo'ydi. Millatdan chiqib o'tadigan kafir bo'lmaydiganlikni uqtirib qo'ydi. Ammo bu gunoh haqiqatan ig'ir gunoh. O kishi dedi, yine İbn Qudame bunda deydi. Biz Müslümanlar arasında ihtilafını bilmeymiz, namazını terk etkiçi, onunla namazdan kazasını kılış vacip degende ihtilafını bilmeymiz. Gerçi eğer o murtad bo'lgan bo'lsa, onunla namazının, ruzunun kazasını kılış vacip olmaydı. Müslümanların arasında ihtilafını bilmeymiz, namazını terk etken, namazını okumagan kişi, o kişiye namazdan kazasını kılış vacip degende ihtilafını bilmeymiz biz. Hemme Müslümanlar namaz okumagan kişi namazının kazasını kılsa o'tdi deydi. Hatta namazının kazasını kılanmay ülep ketip kalsa o namazının pidilerini biladigan. Bunda işlerini biz bilemiz. Eğer murtad olsa onunla namazının kazasını, ruzunun kazasını kılış vacip olmaydı. Çünkü murtadning ameli hemmisi bika olap ketidi. Ecri yok boludu. Hemmisi kuyep külgaylangan nersige o'xshash bo'lib ketadi. Unda olganda kazasını qilganning nima foydasi? Demek bu namazning kazasını qilishni vacip deganga bütün Müslümanlarning idisidagi, kallisidagi uqum bu. Müslümanlar hemmisi bunda uqumda namazı terk etken, namaz o'qimagan odamlarning. Demek mana mushuning hemmisi nima uqtirib turdi desa, namaz o'qimagan kishining kafir, milletden çıkarılıp ötediğen kafir emeslik nokturub turdi. Gerçi öldürülse mi, ama küfür dep emes, kafir dep emes, yoki murtad dep emes, nima? Namaz o'qimaganlikning jazosi deb. Masalan, ayol ikkisi to'y qilib bo'lib zina qilgan bo'lsa o'ldirildi. Buni kafir deb o'ldiriladi. Yo'q. Zina kıldı deganligi uchun o'ldirildi. Agar bir musulmondan birini ya bir jondan birini o'ldirib salsa, onu kafir deb o'ldiriladi qisosan yoki qisos uchun o'ldiriladi. Shuning o'xshagan namoz o'qimagan kishi namoz o'qimaganligiga asosan o'ldirilsimi, ammo o kafir deb o'ldirilmaydi. Ammo yuqorqi hadislar, yani zahiristin namazını terk etkiçinin kafir deydigan bu hadislar o tagliz. Namazını terk etişinki ig'irligini bildirish yo'liga asosan, namaz o'qimagan kishini kafirga o'xshatish yo'liga asosan
Haqiqatiga asosan emas. Va haqiqatda kofir deganlik emas, faqat onunga o'xshatgan, kofirga o'xshatgan. Chunki kofir nima qilmaydi? Namoz o'qimaydi. Kofir namoz o'qimaganga o'xshash, bumi namoz o'qimadi. Unda bo'lganda qiliqqa o'xshaydi. Ishi o'xshaydi demakchi. Ondaq niyati, bütün ishida kofirlab ketdi deganlik emas, qiliqqa o'xshaydi demakchi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning sibabul muslimi fusuqun va qitaluhu kufrun degan so'ziga o'xshaydi mana. Musulmonning tillishishi, bir-biri bilan tillishish, so'qishishi fosiqlik dedi. O musulmonning urush qilishishi, bir-birini o'ltirishi kufrlik dedi. Mana bu yerda musulmonning bir-birini o'ltirish kufrlikmi? Zade Müslüman kafir bulamdı dese Allah Teala ve in taifatan minel mu'minina iqtatalu fa aslihu beynahuma dedi. Eğer iki guruh Müslüman urushib qolib qolsa, ikkisining orasini isloh qilib qo'yinglar dedi. İki guruh Müslüman deydi, mu'min ve in taifatan minel mu'minin, mu'min deb Allah bayon qildi. Demak bu Müslümanning o'zaro bir-biri bilan urushishi, o'ltirishib selishishi bu millatdan chiqib o'tadigan kufrlik emas, ammo jinoyati ig'ir, gunohi yomon. Men qala li akhihi ya kafir, kim o'zining qarindishiga ey kafir desa, u so'z bilan ikkisining birisi yondi. O söz bilen ikkisining birisi yandı, o sözünü yudib yandı. Ya digici kafir, ya ki dilgici kafir oldu dedi. Mana bu şunun o'xshashlari onun bilen vaidni chingitish irada qilingan. Bunda narsalar o bu va ashbah haza bunun o'xshaydiganlar onun bilen vaidni chingitish irada qilingan ishlardan bu. Qo'rqitish, tahdidda chingitish irada qilingan so'zlar bu. Mana bu ikki so'zning eng to'g'risi. Qolganini Alloh taolo biladi, ammo bizningki tahqiqlashimiz va tekshirishimizcha mana bu eng to'g'ri so'z. Demak, bir qarindishini kafir desa, onun bilan u kafir bo'ladi deb Rasululloh dedi. Amaliyotda kafir bo'lmaydi, lekin ig'ir jinoyat. O'zining musulmon qarindishini kamsitganlik, musulmon qarindishini kafirga o'xshatganlik, Müslüman qarindishiga qattiq aziyat berganlik eng ig'ir jinoyat. Bir musulmonning kufri bilan nisbat berganlik eng ig'ir yomon jinoyat. Ammo kafir emas. Demak, islomdagi bu kufr, cho'ng kufr bilan kichik kufrini ayirmagan vaqtda musulmonni kafirga chiqarib o'tadigan, uni dushman tutib soladigan, sepimizdan, millatimizdan ayirib o'tadigan va uningga nurg'ulgan, loyiq bo'lmagan muomalalarni qiladigan ish kelib chiqadi. Shuning uchun bu cho'ng kufr bilan kichik kufrni bilishimiz lozim. Kalamul Imam Ibnul Qayyim. İmam İbn Qayyim rahimahullohning so'zi. İmam İbn Qayyim Al-Madarij nomli kitobda munda dedi. Fa ammal kufru fanaw'an, kufrun akbar va kufrun asghar. Ammo kufri yuqorida biz deb o'tdik. Alloh taolo eng dushman tutadigan, yomon ko'radigan amallarning birinchisi kufr. Bu kufrning ikki turli. Cho'ng kufr, kichik kufr. Al-kufrul akbar, cho'ng kufr o do'zaxda mangu qilishni lozim tutadigan kufr. Kichigi mangu qolmasdan tahdidga, vaidga tegishlik bo'lishni lozim tutadi. Andaki Peygamber Aleyhisselam'ın sözü de bu hadiste sintani fi ummeti huma bihim kufrun et-ta'nu fin nesebi ve neyahatu. İki iş var benim ümmetimde. Peygamberim dedi. İki iş var benim ümmetimde. O iki iş o ümmetimdeki küfürlük. Şu ümmette bazı küfürlük o. Şu iki iş. Bir nesebige ta'nu qilish. Kimning valisiz? Qanday odamning valisiz? Bilutmiz biz sizni deb ta'ni qiladigan, xuddi dadisining kambag'alligi, yo dadisining ozdir ko'pdir nacharligi, yo ota-onasininki ba'zi bir qilib solgan xatoligi sabablik ta'ni qiladigan. Ikkinchisi o'likka yig'lash, o'llik, un solib yig'lash.
Peygamberim bunu küfür dedi o. Bu milletten çıkartılan küfür emas. Demek igir cinayet. Mana Peygamberim mening ummetimde, yani İslam ummetide, Müslüman ümmette iş ba, o iş o ummetteki küfürlük deb Resulullah bayan qildi. Yani Peygamberimning sözü var sünenlide, Sünenun Nesai'de men ata imra'atan fi duburiha faqad kafara bima uzila ala Muhammedin. Qanda bir kishi bir xotinning oq tarafiga kelsa, o kishi Muhammed el-İslam'a tushigizilgan dinga, Qur'onga kafir bo'ldi dedi. Mana bu yerda u gunohi kabira bo'lmasa, halal sanamasdan gunoh bo'ladiganligini bilib kapsagan bo'lsa gunohi kabira. Yana birisida men atakahinan aw arrafan jinkashning yo daxonning qishig'i kelib, o jinkash daxon degan so'zga ishonsa, o kishi Alloh subhanahu va taolo Muhammad el-İslam'a tushigizgan narsaga kafir bo'lgan bo'ldi dedi. Yani Allah Teala Muhammed Aleyhisselam'a uçuyuzgen neyse Kur'an, İslam bunun kafir olan bol dedi. Peygamber Aleyhisselam'ın la terci'u ba'di kuffaren yedribu ba'dukum rikabe ba'din siliminin kin bazılarının geldiğinde uğradıgan kafirlik yeni vamanla dedi. Yani birbirlerine uğraşıdıgan, tık götürüşüdügan, kural tanışıdıgan, meclisten iştişidıgan, geldilerden yakadın elişidıgan, bunda kafirlik yeni vamanla dedi. Resulullah bana bu işin hemmini küfür dedi. Nimi için? Bu cinayet, kebair cinayet, igir cinayet, çoğun cinayet. Muşunun için Resulullah dedi. Bana bu Abdullah ibn Abbas'ın umumi sahabalarının tevili Allah'ın ve men lem yahkum bima enzelallahu fe ulaika humul kafirun degan sözüde kim Allah Teala nazil kılgan Kur'an bilen hüküm kılmasa ula kafir. Abdullah ibn Abbas leyse bi kufrin yenqulu anil millah bel iza fa'alahu fehuve bihi kufrun ve leyse kemen kefere billahi vel yevmil ahir ve kezalike kâle Taus. Abdullah ibn Abbas bunlar dedi. Bu milletten çıkarıp ötediğin küfür emez. Allah Teala çögen narsa bilen hüküm kılmaslık milletten çıkartılan küfür emas. Belki kaçan hakim Allah nazil kılgan narsının gayri bilen hüküm kıpsasa o kişi o hükmü bilen kafir. O Allah'a ahiret günüsü kafir boğan kişiye okşaş kafir emas. Dedi. Şunun da İmam-ı Taus mu dedi. Hem de bu gapni sahbinin yani betnin ahirinde düşündürümüz. Bu söz Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhu'nun zamanındaki hakimliğe deyilgen söz ve şu Abdullah ibn Abbas degan sözünün sahipleri bo'lgan, yani qari tilmeleri bo'lgan ma enzelalloh bilan hukm qilmagan kishilar qandaq kishilardi, qandaq sifatdagi kishilardi, kimlardi, bugungi hakimlar qanday hakimlar, buni biz bir ayırmay bo'lmaydi. Çünkü her qanday sözni degan vaqtda shu so'zni deyishga sababchi bo'lgan omilni tushunmasak bo'lmaydi. Shunga sabimizning orqasida kelamiz. Mana bu yerda Abdullah ibn Abbas bu kufrni ikkiga ayirdi. Cho'ng kufr, kichik kufr. Ata dedi. O kufrning tuvindagi, ya'ni millatdan chiqarib o'tgan kufrning tuvindagi kufr, zulmning tuvindagi zulm, pisqning tuvindagi pisq. Ayette ve men lem yahkum bima enzelallah fe ulaika humul kafirun fe ulaika humul fasiqun fe ulaika humuz zalimun deb Allah şu bir işqa ma enzelallah bilen hüküm kılmagan işqa kafir, fasık, zalim deb hüküm kıldı. Bunun hemmini kichik kufr, kichik zulm, kichik pisq deb İmamul Ata shunda degan. Uladin ulmaladin ayetni Allah subhanahu wa ta'ala nazil kılgan çögen nese bilen hüküm kılışını onunla tenip durup koygan kişiye tevil kılganlığın var. Onu tenip nazil kılgan nese bilen bu İkrim'in sözü, bu aciz tevil onunla tanıganlıkның özü küfürlük. Meyli hüküm kılsın ya hüküm kılmasın. Bazenler Allah Teala tushirgan Qur'on bilan hukm qilishga tenibdi. Ama Qur'on bilan hukm qilmaymiz biz. Hukm qilmasaqmi bo'ladi deb tangan bo'lsa kafir debdikan. Bu İkrimning so'zi. Bu ojiz.
Çünkü tanğanlıqda özü küfür hüküm qılsın ya qılmasın. Ve minhum ulmalardan bu ayetni Allah Taala nazil qilgan tushgan narsaning hammasi bilan hüküm qilishni tark etgan kishiga tavil qilgan. Şeriatni umumiyüzlük hakim qilishni tashlagan. Onu qo'ygan kishiga tavil qilib, ana shunda kishi kafir degan. Umunda deydi. Bu hükümning ichiga tavhid bilan hüküm qilish, islom bilan hüküm qilish kirdi. Demak, islomdan butun chiqib, islomni butunlay tashlab, islomdan yenivilib turib hüküm qilmagan kishi kafir. Unda bo'lgan chaqda islomning sirtiga chiqayotgan kishining Qur'on bilan hüküm qilish qilmasligi bilan munosabati yo'q bu yerda. Bu Abdul Aziz Kenanining tavilidir. Bu ham yiroqdir. Chunki va'id munazzal bilan hüküm qilishni nafi qilishga beradi. Bu hükümni hammasini, ba'zisini amaldan qoldirganlikni o'ziga. Yani tushagini bima anzalallah, ma anzalallah bilan degandikin hammasi bilan hüküm qilsin yoki birisi bilan hüküm hammasi bilan hüküm qilmasin yoki bir tal bilan hüküm qilmasin, hüküm qilmayotgan kafir dedi bu yerda. Buni bunda tavil qilsak bo'lmaydi dedi. Ulardan bu oyatni nasga qasdan uni bilib turib, tavilda xatolashmay turib, nasga xiloflik qilib hüküm qilganligi tavil qildi. Bunu Bagavi umumen ulmalardan hikoya qilgan. Ulmalardan ba'zanlar bu oyatni ahli kitobga tavil qilganlarmi bor? Bu xatoda Zahhok ikkisidan boshqalarning so'zidir. Bu mu yiroqdir? Bu labzining zohirining xilofidir. Shuning uchun u gapga biz berilmaydi. Fala yusaru ilayhi degan u gapga berilmaydi. Ahli kitobga tavil qilib ma'azalalloh bilan hukm qilmaganlar ahli kitob deganlar bor. Ulardan buni millatdan chiqarib o'tadigan kufr qilganlarmi bor. Hamda buncho'lar oyatni tavil qilib ketishda bular o'zining zamonisida islomning qonuni Qur'on bilan hüküm qilmaydigan bir hakimning bo'lishini xiyoliga, tasavvuriga keltirishmi mumkin emasdi burada. Ular shuning uchun buni qandoq tushunamiz, qandoq tadbir qilamiz degan edi. To'g'risi, ma anzalalloh bilan Alloh tushirgan Qur'on bilan Qur'onning g'ayri bilan hukm qilish ikkili kufrni o'z ichiga oladi. Kichiknimi, cho'ngnimi hakimning ahvoli bo'yicha. O hakim agar ma anzalalloh bilan hukm qilishni vojib deb e'tiqod qilsa bu voqeada va uningdan osiylik qilib yuz o'risa, u kishi e'tirof qilib turib, o'zining jazoga tegish ekanligini e'tirof qilib turib, bu kichik kufr. Bu kichik kufr. Agar u kishi Allah Taala tushirgan hüküm bilan hüküm qilish vojib emas deb e'tiqod qilibdi. Uningda ixtiyorligi bor. Ya'ni Allohning hukmi deganga ishonchi qilsa-mu, ixtiyorligim bor deb e'tiqod qilsa, bu cho'ng kufr. Agarchi uni bilsin va uningda xatolashsin. Buningga bu xatolashgan bo'ladi, uningga xatolashganlarning hukmi bo'ladi. Demak, Allah Taala'nın tushirgan hukmining g'ayri bilan hukm qilgan kishi kishi mushu Qur'on bilan hukm qilishim mening ustimga vojib, mushu ishda deb turibdi va o'zining shu ishda Qur'on bilan hukm qilmaganligini xato deb turibdi. Masalan, oldiga o'g'irdan birisi kelibdi. Uning qo'lini kesish kerak ekan. Endi o şu işte ma'azalalloh bilan hukm qilsa qo'lni kesish kerak. O qo'lni kesishga buyurmabdi. O'zining idisida men buni qo'lni kesishga buyurishim kerakda, qo'lni kesishga buyurmaganligimning o'zida men gunohkorman deb turibdi. Ammo yo parab sog'anligi, yo tuqqandochilik munosabati, yo shuning ichi og'ib sog'anligi sababli
qo'lda ketish bilan hukm qilmagan bo'lsa, bu kafir olmaydi. Millatdan chiqadigan kafir olmaydi. Lekin shu masalaning o'zida hokimdan birisi Qur'on bilan hukm qilish menga lozim emas. Hukm qilmasam bo'ladi. Qur'on Allohning hukmi. Shuning bilan hukm qilsammi, mayli, hukm qilmasammi, mayli, o'zimning ixtiyorligi. Chunki huquq mening qo'limda deb e'tiqod qilsa, bu millatdan chiqib o'tadigan kufr bu. Demak, Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhu millatdan chiqib o'tadigan kufr emas bu deganlikning sababi u zamonlarda Alloh taolaning hukmi bilan hukm qilmasammi bo'ladi, hukm qilmasammi bo'ladi, hukm qilish mening ustimga vojib emas deydigan hech qanday bir hokim yo'q edi. İnsanchilikda xatolasimi? Maqsad ma'siyatlarning hammasi kichik kufrning turlaridan. O kichik kufrning turlaridan. O ma'siyat degan shukrning qarshisiki, o shukri yaxshi ish bilan amal qilishdir. Allohga shukr qilmoqchi bo'lsak, yaxshi ish qilish kerakdir. Az sa'i ya shukr bo'ladi, ya kufr bo'ladi, ya uchinchi bo'ladi. Buningdan emas, maningdan emas. Vallohu alam. Bu insonning sharikati ya shukr bo'ladi, ya kufr bo'ladi, ya uchinchisi bo'ladi. Uning boshqasi bo'lmaydi. Demak, her qanday ma'siyat bu ma'siyat kichik kufr bo'ladi. Cho'ng kufr bo'lmaydi. Ammo cho'ng kufri risolatga, qiyomatga, o'lgandan keyin tirilishga, vahiyga, payg'ambarlikka, koinotning ilohiy Robbi borligiga ishonmaganga o'xshagan kufrlar bu cho'ng kufr bo'ladi. Shunga kufrning orasidagi cho'ng kufr bilan kichik kufrning o'rtasini ayirish va buningga shu xil holatda muomala qilishimiz lozim. İnşallah dersimizni Eş-şirku ekber vel asgar degan yerdan davomlashtiramiz. Bugun bu yerda to'xtaylik. Allah subhanahu va taolo davomli dersimizni davomlashtirishni nasib qilsin. Alloh taolo darsimizga barakat bersin. Va oxiri davona alhamdulillah robbil alamin.